kartinani maqsadini aytgan edim, что yangi уровеньga chiqadi hamma. То есть все будут выходить на новый уровень активизации пространства финансов, финансовых программ. То есть раньше, если они к нам приходили, да, через какой-то опыт, уже будут проходить активизация, то есть активизируются финансы, будут активизироваться программы, которые дадут нам возможность в нашу жизнь привлечь финансы на потоке. То есть это вот как но o'qiysiz там и так далее, shunaqangi imkoniyatlar yaratilinadi. Pulni boshqa bir joylardan ham siz o'rnatib qo'yasizda, o'zi ishlab sizga osonlik bilan kelishida. То есть, shu bilan birgalikda, да, то есть доход будет легкий, но в то же время он будет ресурсный, понимаете, да? Resursga ega bo'lgan, stoyki, nima deydi, yengillik ila qilingan narsa oldingida aytadi, yo'q, bu yerda imенно yengillik ila degan siz shunaqangi narsalar qilasizki, что odamlarga yordam beruvchi narsalar qilasiz. Bu imkoniyatlar orqali sizga pul potoklari faollashishi yengillik bilan kelishni boshlaydi. Ya'ni ko'pchilikda mana shunaqa holat bo'ladiki, men ko'p pul topaman deydi, lekin qayerga ketib qolishini bilmayman. Qayergadir ketib qoladi pullarim. Lekin esa ko'p pul topaman deydi. Получается, bu finansiy kartinadan keyin har bitta ruhda chizgan ruhda uni topgan pullari barakali bo'ladi, resursli bo'ladi, обязательно, да. И это всегда будет постоянно в росте будет. O'sish bo'ladi. И bu programmalar yuklanadi. Bu endi ishga tushishni boshlaydi. Hozir bular sozlashishni boshlashadi-da. Прогрузкалар qilinib bo'lindi. Faqatgina 7 kun davomida bu bilan sozlashishsa bo'ldi. И все уже bu programmalar bordi bu kartinada. Надо будет просто shu ko'rganida, o'sha aktivizatsiyani qilib yoningizda bo'lganida bu dasturlar faollashishi yangi holatlar amalga oshiriladi. Onlayn chizmoqchi bo'lganlar, onlayn chizishni xohlashsa qiyinchilik tug'dirmaydi, chunki jonli chizishayotgan paytligida, misol uchun, bo'ldida shunaqa proseslar, misol ochiq oydin aytsak, da bu chizish, na samom деле biz o'tirib qog'ozga rasm chizsak, chizib tashlaymiz. Lekin bu yerda o'zining kodlari bor. Har bitta ruh осознанно tushunyapti-da, boshqacha proseslardan o'tayotgan. Это не просто так kартина. Onlayn chizayotganda ham shunaqa proseslar bo'lsa-chi? Qanaqa proseslar? Misol uchun chizishga qiynalishsa bo'ladi. Hammada emas, но bo'ladi. Mana misol uchun anchadan beri o'zim ustida ishlab o'tirgan odamda ham bo'ladi. Почему? Потому что выгружает все. Men sizga boshida ham aytgan edim, eski standartlardan chiqaradi. Eski pul topish standartlaridan chiqadi. Misol uchun kimdir oldinlari pulni Moskvaga borib qanaqadir taksilik qilib topardi-da, misol uchun. Lekin unda u insonda qobiliyat bor-da, davolash qobiliyati yoki insonlar bilan ishlash qobiliyati. То есть bu struktura unga yopilinadi. Уже полный это старая циклическая матрица, eski tizim. Eski tizim yopilinadi, unga yangi tizimda, yangicha vibratsiyada, da, tonki energiyalar asosida insonlarga, to есть yaxshi resurs berish orqali, yaxshilik qilish orqali bu yangi imkoniyatlar unda ochilishni boshlaydi. To есть уже oldingi ishini qilmaydi, yopilinadi bu programma. То есть старый tizim, старая матрица, старая программа закрывается, yangi tizim, yangicha yondashish, yangicha moliyaviy imkoniyatlar ochilishni boshlaydi va bu eng muhimi faqatgina ko'payishni amalga oshiradi. Bu degani o'tirish kerak faqatgina degani emas. Faqatgina zablуждениеga qo'ymay, bu siz bu kartinani chizsam bo'ldi ekan, hech narsa qilmas ekanman. Нет, siz harakat qilasiz. Sizga keladi misli formalar. Birdaniga misol uchun kimgadir keladi, mana mana shu yerga borib ishim balki o'zim taklif qilib ko'rarman xizmatimni. Или там давайте mana mana shu yerga borib mana mana shu o'qishim kerakdir. Misol uchun hozir bir qizimizga SMM o'qish xayoliga keldi. Да? Это же тоже путь, то есть shu yo'l orqali nimadir ochilinadi. Programma загрузкасы bo'ldi, oldinlari kelmasdi-ku xayollariga. Yoki kelgan bo'lsa yotib kelardi. Hozir endi уверенность bo'ldi, o'zlariga bo'lgan ishonchda o'qiyman deyapti. Strah bo'lgan, ko'pchilikda strah bor, talantini ochish kerak. Yo'q bo'lganda, понимаете-da? Boshqachasi yetganda tayyorgarlik bo'lish kerak bo'ladi. То есть она пришла к этому. То есть все, что было задерживало, nimaga ushlab turgan bo'lsa, eski bu yopilinib, ketilyapti уже. Arxivizatsiya bo'linaveradi. Bu yoqda yengila ochilinaveradi. Ochilinish prosessi birdaniga bo'lmaydi, sразу aytaman, но уже bo'ladi. Это как sizga Matiz haydab yurgan odam Ferrariga o'tkazib qo'ying, oyoqlari titrab ketadi, понимаете-da? Но unga Ferrari topishga imkoniyatlar tezlik bilan ochilishni boshlaydi. Farqini sezasizmi? Sevib qolaman kartinani.
на самом деле har bir insonga kerak, har bir insonga kerak bo'lgan imkoniyatlar deb o'ylayman buni. Bejiz o'shaning uchun ham aytishgan ekanda, что bejizga 108 ta odam chizadi buni deb bekorga aytishmagan ekan. Значит, да, других вариантов нет. Bu degani faqatgina hamma целитель bo'lish kerak ekan degani emas, imkoniyatlar ko'p. Kimdir SMMda faqatgina oldingidek emas, yangicha bir imkoniyatlar asosida, yangicha. То есть asosiy maqsad bu yerda sizni faoliyatingizda soflik ila bo'ladi. Yana bir bor, потому что тут toza energiyalar. Resurs bo'lasiz, siz doimo destruktiv holatda orqali emas, qarzlar orqali emas. Именно yengillik orqali bu bundan tashqari yana siz rivojlanurasiz, sizga energiya beradi, resurs beradi. Parallelni siz bu resursdan ketishingiz kerak bo'ladi. No, siz nima qilishingiz kerak, harakat qilishingiz kerak. O'zidan o'zi olma kelib tushishi va o'zingizga tushib hazm bo'lib ketishi mumkin emas. То есть sizni harakatingiz ham ko'tarinki ahamiyatli. Sizni мысли formangiz keldimi? Davay, mana shu birjada taklif kelyapti-da. То есть mana shunaqa pul tiksang, mana shunga mana zo'r narsa hozir birjalar ko'p-ku, anaqalar ko'p. Aksiya, kriptovalyutalar ko'p, hozir borgan sari rivojlanyapti-da. То есть действительно bor imkoniyatlar, kimgadir shu kelishi mumkin. Bu ham bir yo'l. Это тоже доход, чистый доход. Он тоже раньше смотрелось, что это нельзя так, но сейчас уровень вибрации, если все нормально, помысллаringiz toza bo'lsa, bu narsani bemalol amalga oshirishingiz faqatgina благо bo'ladi. Bu bittagina yo'nalish. Kimdir insonlarning yuzini parvarish qiladi-da, unga boshqa bir yangi ideyalar kelishni boshlaydi. Kengayadi o'zi u resurs holatida-da. То есть bundan tashqari balki u parvarishlikdan tashqari insonlarga mana shu bilimlarini berishni boshlaydi balki. Да, опять-таки ресурс, qanaqadir kurs ochadi misol uchun, да. Man просто aytayapman, тут настолько все безгранично, тут все новая программа будет, новые программы только будут раскрываться, и они будут реализовывать эти программы своими действиями. Ishga tushishadi o'zlarining harakatlari bilan. Все-таки, да, мои хорошие, поэтому nima qilamiz hozir prям bittagina yana hamma mana shu data belgilaymiz и sizlarga ma'lum qilamiz, bitta onlayn ertalab uchrashamiz sizlar bilan birgalikda bu bo'yicha. Хорошо, buni ma'lumot qilamiz. Поэтому кто еще не создал, в январе месяце обязательно по максимуму. Если не получится, конечно же, по других месяцах очень рекомендуется. Juda tavsiya etiladi. Благодарю вас. Благодарю вас.